Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. İslam və biz proqramımızın 70-ci saniyə görüşmələrdən qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz həmin ağı məlum bolğandak başlayan günümüzdən ta bugün günkəgəcə hər həftədə məlum bir temin tutqan əsasda hər bir müsəlman çoxum roşan, eniq düşünüşü kerak bolğan temalarını diqqətinizə sunub kelyapmiz. Rabbim inşallah ömür versə bunundan keyin yana ham xilma-xil mavzularda davam qilamiz. Programımızın daimlik mehmini həmmanlar tanışıb bolğan hörmətli ustad Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi əzası şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşiğari'ni təklif qıldıq. Hörmətli vaxtınızı qırıb qədəm təşrif qılğanlar üçün köpdən-köp rəhmət etdiniz. Rəhmət. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlər, həmmanlar məlum bolğandak biz şu Xitay virusu səbəbindən aralıqda 3 ayğa yaxın təxminən tor arqılıq Irak'tan qılıb gəldik söz bilan. Hazır Türkiye'de biraz bir düşüş görülüp bir normalleş başlanğanlıq üçün bugün inşallah yine naq meydandan ekranda stüdyomuzga kep berdi. İnşallah bundan keyin texinmek bu viruslar bir yo'qab nurg'un programlarimizni ama şu naq meydandan şu stüdyomuzdan içinde qilishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Programımız naq meydan taqlib o'tdi. Ekran oldida chiqib turgan numaralar orqali programımızga alaqadar fikir, teklif, suallar bolsa yo'llashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. E'lonimizda bergandek bugungi temamiz qadrli ko'ruvchilarimiz siyosiy panohlik hijrati va Uyg'urlar degan temada to'xtalamiz. Albatta bu tema nihoyatda muhim bir temalardan biri. Albatta Xitoy ishg'oliga uchragandan tortib dunyoda musulmon şu insaniyat tarixida bo'lgan tarixdan tortib nurg'unlagan urush yoki har xil sabablar bilan insonning beshiga keladigan ishlardi. O'z vatanidan ayrilish, musofir bo'lish, sarson bo'lish dunyoning namunalarida mushuningga islomning nuri ostida bu hijratninki bu muhojirlikning turlari qanday bo'ldi degandek temalar aslında inşallah to'xtalib o'tamiz. Undan sonra başlab ketsak ustoz, oldi bilan biz bu temani qo'ygan ekanmiz. Shu panohlik tilash va hijratning turlari degan temani boshlab kelganmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Hicret qilish yoki hicret qilishning ma'nosi ko'chish bir yerga. Bu ya ilmiy sebepten yoki ijtimoiy sebepten yoki iqtisodiy yoki ticari sebepten bo'ladi. Yoki aqidasini himoya qilish uchun bo'ladi, yoki siyosiy panohlik tilash uchun hijrat qilish bo'ladi, yoki insoniy huquqlarga erishishda boshqalardan yordam talab qilish uchun bo'ladi, yoki boshqa bir yurtda yangi bir jamiyat shakllantirish uchun bo'ladi. Demak bu hijrat qilishning yo ko'chishning bir qanchalagan illat va sabablari turlari bo'ladi. Xo'sh. Masalan, misol olsak, musulmonlar Makka Quraysh hokimiyat tarafidan ig'ir qiyinchilik, zulmga uchragan vaqtida bu zulmdan qutulish uchun, aqida erkinligini qo'lga keltirish uchun va shundaqlam yangi faoliyat qilish, yangi harakat qilish, markaz hozirlash maqsadida payg'ambarimizning yo'l yo'riqi bo'yicha Habashistonga hijrat qilgan. Habashiston bugungi Arteriya davlatiga to'g'ri keldi. Bu yerdagi hijrat musulmonlarningki Habashga elib borgan hijrati bugungi zamondan kelib bo'yicha buni dal siyosiy panohlik hijrati desak da shunga uyg'un keladi. Endi bu siyosiy hijrat qilish ko'plagan kishilar o'ylagandek bu vatan bilan bo'lgan aloqasining uzilganligini ko'rsatmaydi. Balki haqiqiy vatanparvarlik hukmini, balki vatanga bo'lgan mukammal sevgi muhabbatni ifodalaydi. Chunki siyosiy jihatdan yoki aqida jihatdan hijrat qilgan vaqtda inson vatanidan jismoniy jihatdan ayrilgan bilan, lekin ruhiy jihatdan, fikriy jihatdan, aqliy jihatdan va tuyg'u jihatdan ayrilmaydi. Nega basın, nerede yatsın özünün vatanını eslab turdu, vatana qaytish uchun urinadi va bu vatan sevgisi qarta xizmatlarni qilishga har vaqt tirishib turdi. Hamda bu aqida va siyosiy jihatdan hijrat qilishninki mohiyati yoki maqsad nima degan gapsa, bu aqidani va kimligini qo'g'dash demakdir. Ya'ni bir inson aqidasi uchun va siyosiy jihatdan hijrat qilgan bo'lsa, aqidamni qo'g'dayman, mavjudligimni qo'g'dayman, kimligimni qo'g'dayman degan gap.
bu haqiqat bayrog'ini vatanimga qayta bir qator tiklash uchun fursat izlash demakdir. Ya'ni fursat qachondir kelib qolsa, vatanga qaytib haqiqat bayrog'ini tiklayman deganlik bo'ladi. Bu aqida va siyosat ijrat qilyapti. Shundaqla bu aqida va siyosatni ijrat qilish vatansizlikning dardidan qutulish, vatansizlikdan qutulish uchun davlat qurish ilmini o'stin. Ya'ni davlat bo'lmasa biz bu vatansizlikdan, g'urbatchilikdan va bu yerda musafir olsun qutulanmaymiz degan bu ongni yetiştirish demektir. Shundaqla vatan sevgisi uchun qurbon berish ruhini yetildirish demektir. Agar vatan sevgisi uchun qurbon berish ruhini maqsad qilmaydigan bo'lib qolsa, o insonlar faqat qo'shiq to'ysa yoki o'zining jani bir yer salomat bo'lsa, boshqalar bilan nimkarim, vatanim bilan nimkarim, millatim bilan nimkarim deydigan bu an kelib qoldi. Ammo aqida uchun qilingan ijrat undaq emas. Siyosiy nuqtadan qilingan ijrat musulmon nisbatan undaq emas. Bu vatan sevgisi uchun qurbon berish ruhini yetildirish demekdir. Qiyinchiliklarga duch kelib qolsa bardoshlik berish demekdir. Bu siyosiy kurash yo'lida aqidasini, kimligini kurash yo'lida umidvor bo'lish demekdir. Nishon g'oyalar uchun nada bo'lsin, qo'lidan kelishicha, kuchini yetishicha harakat qilish demekdir. Ham shundaqlam yardım qo'li keltirish uchun turli yo'llar orqali buni tirishish demekdir. Ammo bir kuni tangning otidiganligi, tajovuzchilarning yoki mustabidlarning yoki zolimlarning har qancha kuchayib ketgan bo'lsa, ammo bir kuni mo'lliq otidiganligi va haq egillarininki cho'qim nusrat qozondiganligiga, g'alaba qildiganligiga ishonish demekdir. Bu panohlik tilash ijratidagi qisqacha muqaddima deb iborat. Nasıl müşahede biz tuncu İslam'daki hicretten bir bahs kalmasa tuncu Müslümanların için Habeşistan'da hicret kıldı. Başta şunu eskertiş gerek ki Peygamber Aleyhisselam'ın siyasi planı da onun üretini olan Mekke diyarını taşlap geçip gidiş ya ki Mekke diyarını kafirler taşlap verip geçip gidiş planı asla yok idi. Bu noktanı enak takipleş lazım. Belki Peygamber Aleyhisselam Peygamber buluşulan birlikte siyasi insan boğalık için siyasi planı nimbat etse başka bir devletke panahlanıp durup başka bir yerge himayelenip durup bu onun vetini olan Mekke'ni erkinlik giriştirişi maksat kıyın. Yani başka yerge panahlanıp durup başka kabilelerinin yani başka devletlerinin yardım bilen erkinlikki tosalık olavatkan İnsanlığa zulüm kılıvatkan, akide erkinliği ve insan hukuk tacavuz kılıvatkan Kureyş hükümetiga besim kılış, ya onun muhasır gelişi maksat kıygan. Ya ki olmagan bolsa bu zalim devletninki chet eldeki iqtisadi ve siyasi ve başka menfaatlerini sıkıştırış arkalık ular besim kılıp özünün hukukunu kol keltirishni maksat kıygan. Ama Peygamberimizin bunda kılışıdaki maksat nima? Faqatlam davet İslam iş tugmamdi deyish mumkin. Bu yerda cho'qim bir g'oya var. Aniq bir masala var. Yani Peygamberimiz bu orqali İslam davetining sabqligini himoya qilish ve İslam davetini yoki İslam dini sap holati butun insoniyatga yetkazish uchun davlat bo'lmaydiganlik uchun davlat qurishni plan qilgan. Muş hicret kuruştun yani Habeşki başlanğan 5. yıldaki muşnağdı vaqt tatiplam devlet bulmasa İslam'dan mevcutluğunu, İslam'dan saptıqını kovduğunu olmaydıken bunu barlıq insaniyet yetkizilmeydiken bu düşünceni Allah bunu planlap boğan. Buna nazarda sağlık kılışkı bulmayın. Çünkü ilgili yıllar qarsak, mesela Hristiyan dinini qarsak bu bir devletki ilgi olmağanlık üçünlan Peygamberinin ölüp ketişiyle bu din bir esirgi bara bağmayla özündeki asli altını, asli kitabını yoktub koygan. Bu ahirki din buluş itibarıyla İslam dini dünya sap halatda özünün mevcutluğunu saklısın, bununla şirk, yani Budizmlik, yani dahrilik ve başka akideler orlaşıp kalmasın. Bunun için bunu himaye kıldığın, kovdaydan devlet oluş lazım dediğin bu stratejini Peygamberimiz öz vaxtıda koyup koygan. Emni gibi gelsek, ne için Peygamberimiz Habeş'in tanlagan başka yerini tanlamayı, ne için Artur Yazimi'nin tanlagan desek, Peygamber Aleyhisselam şu vaxtda etrafında mevcut olan devletlerin hemmesi bir-birlep gözden geçiyor. Hemmesi bir qatar qarab chiqqandan Habeş zeminini yoki Artur Yazimini İslam daveti uchun ehtiyoti markaz sifatida tanlagan.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılmadı birinci katımda. Bir bölük adamlarını evet 80 etrafında. Bu adamlar nima uchun evet ihtiyati merkez. Yani Mekke qo'ldan ketib qolsa, Mekke'de yaşaş imkoniyat bo'lmasa, Mekke'de davet to'sqinlik chiqib ketib qolsa, bu davetni boshqa diyordan, boshqa makondan buni taqish lozim degan. Bu nuqtadan Habashni tanlagan. Hamda Habash zaminida moddiy jihatdan va ma'naviy jihatdan yordam berishninki strategik o'rni deb qaragan. Buna bir qanchilgan illat sabablar var. Biraz ekin bayon qilamiz. Bu sebepten Peygamberimiz mush 5-yildan tartiblan xalqaroliq diplomatiya munosabati o'rnatish orqali himoyaga erishish va yordamga erish maqsadida Habash zaminiga eng bichora musulmonlarni avatmasdan balki qobiliyatli jamiyat o'rni va arablarniki ichida shu zaman Qurayshlarning ichida har qabildan e'tibor bo'lgan bir bo'lik odamlarni elchi sifatida, ministr sifatida avatgan. Bu nuqtaga cho'nqur qarash lozim. Xo'sh. Cho'nqur faqatlab qichib ketish maqsad emas. Endi Habashdan tanlashga sabablar nima? Yoki buni alayliklar nima deyish mumkin? Buni bir qanchalar alayliklar. Birinchi alaylik Habash mamlakatining odilligi yoki Habash podshosiningki odilligi. Ya'ni odillik demak musulmonlarning siyosiy jihatdan va aqida jihatdan bexatarlik ko'z tutilgan. Siyosiy jihatdan bexatar, aqida bo'yicha yashash jihatdan bexatarlik ko'z tutilgan. Ikkinchidan Habash zamini Qurayshlarningki hokimiyati, siyosiy ta'siri, diniy ta'siri, ijtimoiy ta'sirdan yiroq o'rin bo'lganligi uchun u yerga hech qanday qo'li yetmaydi degan bu e'tibor bilan tanlangan. Bo'lmasa Taybni tanlash mumkin, Yamanni tanlash mumkin, yana bir shayni tanlash mumkin. Ammo Qurayshning doirasi, ta'siri yoki Makkaga sahib bo'lish e'tiborini nupuz doirasiga kirib qolsa, bu maqsad hal bo'lmaydi. Uchinchidan Habash mamlakati o'z zamonidagi Rim imperiyasiga tabi emas, yoki Paris imperiyasiga tabi emas, mustaqil va kuchli davlat bo'lganligiga e'tibor qilingan. Agar Habash zamini ya Rimga tabi bo'lgan bo'lsa, Rim imperiyasiga yoki Ironliklarning Paris imperiyasiga tabi bo'lgan bo'lsa, manfaat to'qin sababidan chunki e'tiqodga bog'lanmagan masala bo'lganligi uchun manfaat to'qin sababidan bu masalani qo'llanmasligi mumkin. Yoki musulmonlarni himoya ololmasligi mumkin. Chunki cho'ng davlatlar o'zining manfaat to'qlashib qolsa, adolat bo'lmasa adolat yo'q. Mustabidlikninki yoki zulmning eng yuksak davriga chiqqan bir ichki imperiya. Bular o'zining siyosiy manfaat, iqtisodiy manfaat kelib qolsa, har vaqt set o'tish ehtimoli mavjud. Ya'ni o'z vaqtida Rim bilan Paris bugungi Amerika bilan urush o'xshaydi degan gap. Xo'sh. Shunga bu mustaqil bir davlat tanlagan. To'rtinchidan Habash tijoriy va iqtisodiy markaz. O'z zamonasida, hozirgi holatda emas, o'z zamonasida Afrika qit'asi va arab dunyosi bo'yicha tijorat markazi. Shunga 5-yildan tortib hijrat qilgan bu musulmonlar ta 10 yil ashad yashagan qadar qanday yashadi? Demak, tijorat markazi bularniki turmushini davomlashtirish garchi hokimiyat tarafidan, davlat tarafidan yordam berilgan bo'lishi mumkin. Siyosiy jihatdan ta'min etilganlikda bexatarligida gap yo'q. Ammo iqtisodiy yordam berildim bu to'g'riliq aniq ma'lumot qilamiz. Ammo tijoriy sababdan bular o'zi tirishib, o'zining hayotini qamdagan bo'lishi mumkin. Bu e'tiborim bor. 5-chi bir illati musulmonlar uchun xotirjam ehtiyotiy faoliyat markazi, ehtiyotiy harakat markazi bo'lishga yaramduz yaraydi. Chunki u yerda musulmonlar siyosiy jihatdan erkinligiga, e'tiqod jihatdan erkinligiga, o'z orasida fikr qilish jihatdan erkinlik ega bo'lganligi uchun agar navbat boshqa ya imkoniyat bo'lmaganligi uchun Makka siqilish qushqab qolsa, to'sqinlik qushqab qolsa, faoliyatning hammani shu yerga yo'tkash ehtimolligi bor. Bu e'tibor, bu alohidlik faqat nima topilgan desa, shu vaqtida Habash zamini topilgan. Habash zamini o'zi bakmi jiroq emas, bakmi yaqin emas. Bu nuqtamda diqqat qilish lozim. Endi Turkiyani misolga olsak, bu e'tiborli bilan Uyg'ur muhojirlar uchun Turkiyada yuqorida tillanilgan alohidliklardan nurg'un alohidliklar topildi. Agar bundan to'g'ri joyda foydalanadigan bo'lsa. Buning tafsiloti haqida keyin to'xtalamiz, chunki tema munosabat bo'lmaganligi uchun. Xo'sh, mishadin bo'lsa, shu mustabidlar nima uchun erkinlikdan qo'rqudi degan bir narsa qistiradi. Mustabidlar kim bo'lishdan, dunyoning nerede bo'lishidan qat'iy nazar haqiqat sadolari, payg'ambarlar olib kelgan haqiqat sadolari va fikr erkinligininki
taqab ketishi ya chegara atlab tarqash orqali insonlarning engini ichib mustabidlarninki siyosiy manfaatiga, iqtisodiy ijtimoiy manfaatiga ta'sir ko'rsatsin qo'rqadi. Dunyoning nerede bo'lib qolsin. Shu mustabidlar haqiqatga va fikr erkinligiga nerede bo'lib qolsa to'sal bo'lishga urinadi. Bu sababdan Makkaning mustabidlari Makkadagi oz sonliq Makkaga nisbatan nüfuzmu az olgan, sanımı az olgan az sondagi musulmonlarni faqat aqida sabablik, ideya sababliklarni qijinadi. Turmaga atdi, o'ttirdiganni o'tadi, bog'laydiganni bog'li, qiynaydiganni qiyin. Bular uchun cheksiz zulmlarni qildi. Hatto bularni o'zlari erkinlik bilan tanlagan dinda yondirish uchun o'zining e'tiqodini majburiy, ya'ni buddist e'tiqodini majburiy yondirish ko'rinadi, xuddi Xitoylarga o'xshash. Xo'sh. Ham bu yo'lda ularni qo'llanmagan usullar ham o'z davriga qarata. Bugungi texnik davrda Xitoylar boshqa inson ishlatib bakman usullarni ishlatgan bo'lsa, o'z davrida bor imkoniyatda Qurayshlarmi musulmonlarni o'zining e'tiqod yondirish uchun qo'llanmagan usullar qolmagan. Endi payg'ambarimiz o'zining da'vatini insoniyat yetkazish uchun nimaga muhtoj desa, faqat erkin muhitga muhtoj edi. Peygamberimizden muhtaç olduğunu fakat erkinlik edi. Bu sebepten Peygamberimiz Mekke'de turuş imkaniyeti olmasa, Mekke'de davet kılış imkaniyeti tamamen bir yer tosilab kalsa, başka bir devletin ihtiyati bir merkez, ihtiyati hareket noktasını hazırlaştığın zorlukunu Allah burun his qilgan. Şu Peygamber Aleyhisselam izleniş ve tadqiq qilish, devletlerin tekşiriş neticesinde adalet, siyasi adaletini asas qilgan. Najoshining mamlakatiga musulmonlarni hijrat qilishga yoki ularga u yerga ko'chib berishga ko'rsatmagan. Albatta bu yerda ko'rsatmagan barliq musulmonlar emas, bir bo'lik musulmonlar. Payg'ambarimiz bu haqda Habashistonda adil bir podshoh. U hech kim zulm qilmaydi. Alloh sizlarga osonlik bergicha, ishlarimiz o'zining joyiga tushishga, ya'ni erkin bir sharoit, erkin ibodat qiladigan, erkin fikr qiladigan, insoniy huquqli yashanuviga mushta bir sharoit tug'ilgan qadar sizlar ashab tutib turanglar deydi. Ham bu nuqtaga diqqat nazari bilan qaraydigan bo'lsak, siyosiy adolat Najoshining mamlakatidagi, ya'ni Habash mamlakatidagi siyosiy adolat shu yerga panohlik tilab berishning strategik rol o'ynagan. Xo'sh. Habash mamlakatidagi birdan bir musulmonlarni shu yerga tashabbus qilgan yoki talpindirgan narsa emas, siyosiy adolat. Bu siyosiy adolat panohlik tilashda strategik rol o'ynagan. Birdan bir emas. Shu Payg'ambar Islom u yerda u podshoh nima sifatilsa boshqa narsa demadi. Ahli kitob demadi, yana bir narsa. Agar ahli kitob deydigan bo'lsa, Misrga vasi bo'ldi. Misrga vasi vaqtida Rim imperiyasiga ta'sirli edi. Ularni mustaqil kuchga ega emas. Shamga vasi bo'ldi, Rim imperiyasi. U vasi xristianlarga cho'ng shu edi. Lekin meya davet qildi siyosiy adolat. Rim imperiyasi siyosiy adolat yo'qdi. Ko'z sulg'an masala. Bu halqılık nokta dikkat qilish. Najoshininki adolatni asos qilgan hokimiyati, gerçi islom hokimiyat bo'lmasin, chunki vaqtida islom taqimi hokimiyat qilmagan, davlat qilmagan yoki islomning falsafasi uyg'un bo'lmasin, Najoshining hokimiyati, lekin musulmonlar tarafida e'tibor qilindi. E'tirof qilindi. Bu bek diqqat qilamiz. Najoshining adolatni asos qilgan hokimiyati, gerçi islomiy hokimiyat bo'lmasin, e'tirof qilindi, qabul qilindi. Hürmetke sazovor bo'ldi. Bu tuzum bilan musulmonlarning muhiti o'xshamizmi? Musulmonlar, musulmon, avular, xristian deydi. Muhiti o'xshamizmi? Lekin ikki taraf orasida o'rtaq prinsip, o'rtaqlik shakllandi. Ya'ni nima debsa, har taraf o'zininki e'tiqodiga bo'yicha yashaydi, har taraf o'zining fikri bo'yicha yashaydi, bir taraf yan bir tarafga o'zining e'tiqodini tangmaydi degan. Bu nokta siyasi adalet noktasidan, siyasi erkinlik noktasidan barliq geldi. Yani ortak prensip asasida adaletten ibaret ortak prensip asasida hemkarlık asasları tepip çıkıldı. Buna da hemen düşünüş mümkün ise siyasi panalık tilep bağan devletlerde ortak noktalarını tepip çıkıp faydalanışından ne kadar mühimlikini görüp ağırmalı. Yani musulmonlar dünyanın nagi basın bir yer hicret qilgan bo'lsa, safar qilgan bo'lsa, ya shu panohni bağan bo'lsa, shular bilan musulmonlar o'rtaq bir nuqta. Mesela adaleti o'rtaq musulmonlar,
mas'uliyatchan erkinlikte ortak, baraverlikte ortak, insani hürmetde ortak, insanların izzeti çakılmaslıkta ortak. Bunun boşu bir qançılığan insani ortaklıklar. Muş ortaklıklarını tep çıkışının muhimlikini körüp ağın bu. Çünkü siyaset degenim ise siyaset degen mümkün bo'lgan barliq imkoniyatlardan, barliq çağrılardan paydalanish maharati, paydalanish san'ati degan. Agar siyosatni biladigan bo'lsa, siyosat biladigan bo'lsa, barliq imkoniyatdan har nuqtadan paydalanish mumkin. Shunga zamanimizga siyosiy tashkilotlarimiz yoki siyosiy arboblarimiz dunyoning nerede muhojir bo'lgan bo'lsin, hukumat organlari, parlament a'zolari, canlıq aktif partiyalar her devletke, danlıq yazgıçılar ve akademik ilmi sahadaki bu erbaplar bilan izchil aloqa o'rnatib, munosabatni yaxshilab, o'zining dardini anlatib, bu siyosiy kurashda ulardan foydalanishi ham shu davlatdagi o'zining siyosiy nupuzini, siyosiy o'rnini mustahkamlashi bu siyasetninki taqazzası. Hem mustabidlar taqobil turish o'zining mavjudligini va siyosiy harakatni qo'g'dashniki taqazzasidan iborat. Xo'sh. Müşahede belki aldığımız söylemem bilmem belki bu adalet asas bo'lganligi so'zlandi yuqorida. Bir yerga hicret qilib siyosiy panohlik talab qilish masalasida. Endi zaman uzundan buyon parallel o'tirib qo'yilib kelayotgan masala bo'lib, shu islom dunyosida ko'p tilga aylandi. Shu musulmonlarniki musulmon bo'lmagan yoki xristian hakimiyeti köp sanlıqı Hristiyanlıqni təşkil tapqan bir diyarğa, Müslümanlar köp olmagan bir diyarğa hicret qilishning to'g'ri emasligi to'g'risida. Müşahadaga qo'yilgan bir qistirgan bir narsa bo'lishi mumkin deb qaradim. Belki bir az ekan shu hicretdan biz qandaq savaqlarni, qandaq darslarni olamiz, bir hicret qilib qolsak, nimalarga diqqat qilamiz degan shu temada to'xtalaylik. Parçalanıp ketmez, çeçilip ketmez. Xo'sh, unda olsa, mushu Habeşistan Müslümanlarniki tunji hicretini tilga vaqt tilga ilib bir yerdan misol keltirib o'tamiz endi. Hammamizga ma'lum endi bular hicret qilib borgan ekanlar Makka mushriklar bu yerda buni qandaq tartib olib kelish, qaytarib kelish masalasida jiddiy planlarni tuzlandi. Tarixdan bu yana mana shundaq hozirgacha Xitoy tajovuzchilarimi bizning dunyoning har qaysi yerlaridagi qiyonalarimizni bir şekilde ep ketganlarmi bo'ldi. Shunchalik ojiz, hech nimasi bo'lmagan bechora hamda musulmonlar bugungi dunyoda hozirgacha mushu dushmanning mushunda musulmonlarni bunday hijrat qilib u yerga ketganlarni qaytarib olishdagi taktikalari haqida biroz bir to'xtalgan bo'lsak. Asl vaqalarga biroz to'xtalaylik. Bek tafsil emas, qisqa tuplam. Peygamber Aleyhisselam yuqorqi maqsadlar uchun bir bo'lak az sondagi musulmonlarni boshqa bir davlatda, ya'ni adolatni asos qilgan boshqa bir davlatda o'rinlashtirish qarorini chiqarganlikda Quraysh davlatini vahimaga soldi. Parishon qilib o'tdi. Yoki ularga nisbatan og'ir bir zarba urildi. Ular dedik bizning changalimizda bo'lsa, bizning doiramiz, davlatimiz bo'lib qolsa, bularni xohlagancha is chiqarmay, bizning chiqarib bir taraf qila olamiz deydigan Xitoylarning falsafasi bo'yicha endi o'yladi. Ammo bir bo'lak musulmonlarniki umtinsiz, sadosiz Mekke'nin dairesinden çıkıp ketkenlik. Hatta Yemen'den denizle öteylik, Yemen'e vargan kadar arkasından kolab beraber kaldı. Ama nerede hukuk kadesi Yemen'e beraber o vakti da yakınlaşka vakti. Çünkü bunlar Mekke'den birbiri söylen toplaşıp mağmayın, ayrım aleti mağan, uçuruşuluğa yerde, yetekçinin körsetimiz boyunca şu yerde uçuraşkın. Çünkü bunların ki bu kadar sarasım uçup geçişi Müslümanların panalını alaydıgan, özünün aqidisi ve kimligini himoya qila oladigan erkin bir muhitga erishib qolganligi bularga og'ir keldi. Qurayshlarning siyosiy falsafasiga nisbatan og'ir keldi. Quraysh davlatining istixboroti bu voqealiklarni anglagandan keyin musulmonlarning chet el diyorida panalini oladigan va xotirjam yashay oladigan bir davlat erishib qolganligi chidamadi. Shunga nima chidama desa, chunki ular mustabid bo'lgandan keyin o'zining abdibashirisini aychilib qolishi, Xitoylarga o'xshash, uni o'xshatib olmaydi, lekin o'xshashlik tarafini o'xshatsa va siyosiy iqtisodiy manfaatiningga to'sal uchqirishdan yoki ta'sir kuchishdan ansirab
Şunu derhal işini aldığında için Tashqi ishlar idorasida va istixborot idorasida ish qilib, ularni qaytarib aytganlar deb harakatga o'tdi. Endi bu Quraysh davlatidagi tashqi ishlar idorasi va istixborot organida ish qilish orqali ularni qaytarib aytish maqsadi nima desa, birisi ularga muhojirat nega bo'lsangiz bizningki nopozimizdan, kuchimizdan qochib qutulolmaysizlar demoqchi. Ya'ni muhojirlarning hayotini egizpas qilmoqchi, parishon qilmoqchi, nervosini, psixikasini buzmoqchi. Ya'ni birisi nega ko'rib qolib qolsangiz sizlarga xotirjam yashashga fursat bermaymiz deb ularga bu onni salib o'zining kuchini ko'rsatmoqchi. Chunki Habashlarning arab diyori bilan yoki arab davlatlari bilan doirasi bilan nurg'un savdo aloqasi bu ziyon quchqash ehtimoli bor. Chunki Qurayshlarningki diniy nopozi o'z zamonidagi buddist nopozi boshqa arablarga Ka'baga soy bo'lish e'tibori bilan bağımsız bat. Bu taraflarni ko'z tutib biz diginimizni qila olamiz deb qaradik. Shon bo'la chet elga chiqib ketgan, Habasiyga ketgan bu musulmonlarni muhojirlarni qaytarib keltirish uchun o'zining istixborot g'olchilarini yoki tashqi ishlar ministrligining yo'liga soldi. Quraysh istixboroti bu maqsad yetish uchun yolg'onchilik, u yerda musulmonlarga qaytarilgan qalpoqlar tashviqat, saxtpazligi va aşağıdaki bir bölük poplarni yoki vazirlarni setolish degan bu usullarga tayanib o'zining maqsadini ishga oshirmoqchi bo'ldi. Amaliyat qildimi? Yolg'on gap qildi. Musulmonlar tuhmat o'qidi. Bir bölük poplarni setib oldi va hattoki poplar orqali harbiy o'zgarishni paydo qildi Habasiyda. Mana o'qitib diqqat qilish lozim. Maktabga kirmaymiz. Ammo musulmonlarningki rahbari bo'lgan Ja'far, zirak, sazgur prinsipçan meydani var bir şahs. Bu Ja'far degan musulmonlarning rahbari yetakchisi düşman istixborotning o'yinlarini tamamen buzib tashladi. Ularningki to'qib chiqqan tuhmatlarni hammasi bir-birlab paket bo'yicha raddiya berdi. Hamda düşmanning e'tiborini, ya'ni Qurayshning e'tiborini yarivlar yakson qilish uchun ularning qabih qilmishlarini, razilligini, zolimligini faqat bir Parvardigorim Alloh deganlik uchun aql sababli naqadar zulm qilayotganligini, bularning mustabid ekanligini fosh qildi. Shuni ular birlikda o'zininki e'tiqod qilgan bu dinning adil bir din ekanligi, insonning hurmatini qo'g'daydiganligi, erkinlikni himoya qiladiganligi ham islomning naqadar go'zal bir din ekanligini tunishtirish orqali bu podshoh Najoshini qoyil qiladi. Xo'sh. U yana muhojirlarning Habashdagi hokimiyat qarta muxolif bir iqlim shakllantirmaydiganligini yoki olmagan bo'lsa Habash mamlakati qarta yoki Habash mamlakatini qiyin ahvolga tushirib qo'yish niyatini yo'q ekanligini, faqat musulmonlarning u yerga kelishga maqsad bir adolatga erishish, adolat deb to'nilgan bir shaxsdan, davlatdan adolatga erishish va insoniy huquq erishganligini ham chiroyli shaklda ifodaladi. Bu orqali musulmonlar birinchi qatimliq naq maydon munozirada podshohning sarayida g'alaba qildi. Ammo Quraysh istixborot xodimlari bu naq maydonda olib borgan bu munozir yengilganligi tanbamidi. Yana izlandi bu. Yana voz kechmadi. Qanday qilib bo'lsa musulmonlarni olib ketamiz deb har turli choralar izladi. Hatto bular shaytoniy bir fikrdan birini topib kelganki, bular aqida jihatdan hujum qilaydi. Qanday qilsak bu yerga muhojir bo'lib bo'lgan musulmonlar bilan bularni kutib olgan, mehmon qilayotgan mod davlatning orasini qanday buzg'un bo'ldi deb buzish lozim. Çok qanday qilgan buzg'un bo'ldi deb o'ylab, bularning aqidasi o'xshamaydi. Birisi musulmon, birisi xristian. Mush nuqtadan bo'lsin bularning orasini buzib tegir qilamiz, kuchimizni, ko'zimizni olib ketamiz. Bular buning uchun setulangan bir qism vazirlar tarixlarda bayon qilishicha, ening keyinidan shu zamondagi yoki shu mamlakatga bir qism poplar uch ilohlik aqidasiga bo'lib ketgan bo'lg'achqa, mushningdan foydalanish uchun ular aql yo'q deb, sizlar bilan musulmonlarning aqidasi o'xshamasa nima deb bo'lni kutib olasizlar. Bizga o'xshab nurg'un savdo aloqalar va diplomat aloqalar va davlat bilan aloqalarni mushul deb tursizlar. Bu sizning aqidangni hurmatlamizlar. Ya sizning diningizga kirmasa, bu nima qilib ketsa, nima bo'ldi? Hech bo'lmasa podshohni so'rab baqsang, u nima deydi Isa alayhissalom haqida, musulmonlar nima deydigan ko'rib baqalaqana deb bu nuqtadan kirdi. Bu boshqa nurg'un taktikal va buni qisqartirib o'tirib qo'ydi. Xo'sh. Buning maqsadi nima etsa, ikki tarafningki orasini bu orqali buzib o'tishdi.
Ama Ja'far ikkilenmesinden poplarning oldidan İslamning Hazreti İsa alayhissalom haqida ko'z qarashini dadillikla o'tirib qo'yapti deyki, u Allohning bandisi, iloh emas bizning nazarimizda, payg'ambari va pak, boshqalar qorlagan bo'lsin, Maryam alayhissalom biz qorlamaymiz. Pak Maryam alayhissalomga tashlangan Allohningki so'zi edi. Javob berdi. Bu yerda qiyin bir sharoit bor. Ya'ni musulmonlarningki siyasi panalık tilab bağlan makamiden diyardan zalimlar tarafından özünün vataniga qaytarilib ketish xavfi bo'lgan cho'ng bir munozara, siyasi munozarada bütün erbablar yig'ilgan bir maydonidan voz ketgan Ja'far. Aqida prinsipida mustahkam. Yo'q ham deyadi, hech bo'lmasa sizlarga o'xshash bizim bir ilohning bolasi deymiz deb qo'ysak bo'lamiki degan xiyolga ekkanmi? Aqida prinsipida mustahkamdir. Aqida prinsipida mustahkam turganlik uchun siyosiy prinsipda natija qozonadi. G'alaba qildi. Bizning e'tiqodimiz ma'vodan. Bu yerda podsho bu gaplarni anglagandan keyin musulmonlar bilan o'zlarining orasida bir o'rtaq nuqtaning borligini his qildi. Men mayndaq qarayman dedi. U Allohningki payg'ambar va bandisi edi. Bu nuqtani his qilgandan keyin dediki, sizlar xotirjam bo'linglar. Men sizlarga omonlik berdim, men sizlarni himoya qilaman, hargiz dushmanlarga topshirib qo'ymayman. Demak, bu Ja'far aqidasi bilan g'alaba qildi. Aqidadagi maydoni bilan g'alaba qildi. Aqidadagi prinsip cho'ng turishi bilan siyosiy maydonda g'alaba qildi. Ammo bizning afsuski bir qism o'zining aqidasini bilmaydigan bir qism insonlar o'zini ziyoli deb atab olgan xristian bo'lsak bir ish bo'lamdi edi. Ammo ayndaq eg'ir bir sharoitmi? Bütün devletning organlar toplangan devlet sarayida elib borgan cho'ng suhbatda aqidada mustahkam turganlik bilan, samimiylik bilan, sodiqlik bilan musulmonlar qilib qo'ydi. Bu ibratni bo'lgan, bu saboqni o'ylash lozim bu. Tartib fikr qilganlar. Xo'sh, xo'sh. Hamda buningdan bizga munosabatli dars nimasi? Biz bu yerda bir mushu xil xarislarga duch kelyapmiz. Çünkü Xitoy dunyoning nega bo'lsa, qaysi bir davlat bilan diplomatik aloqasi o'rnatsa, bir qancha xil shartni qo'yadi. Birinchisi, bundan tartib ko'ni bizning ichki ishlarimizga aralashmasin. Ya'ni bizning Sharq Turkiston musulmonlar bo'lsa, bunun qarolmas deydigan bu shartni oldi burun qo'yadi. Undan boshqa jinoyat almashtirish u bu degan o'xshash buni ko'plagan davlatlar bilan elib berildi. Hatto Yevropa ittifoqi imzo qo'ygan Xitoy bilan bo'lgan bu kelishimdi. Bu yer demek o'g'inimiz biz bu Xitoylarning 21-asrda 75 moddani tuzib chiqib, hammalar bildigan Uyg'urlarning hammasini jinoyatchi, hammasini gumonlab, mayli qanday bo'lishi namoz o'qimdi, o'qimamdi, mayli. Xo'sh, xo'sh. Hammasi terrorchi, hammasi bo'lgunchi, hammasi siyosatchi degan bu qalpoqlar Uyg'urlarning hammasini bir tutash jazoladi. Bir tutash faşizm kampiga tashladi. Demak, bu yerda Xitoy qandoqlik qilib bo'lsa Uyg'urlarni yo'qotish planini tuzganligi, hech qanday Uyg'urlarniki bu 75 xil qiltaqdan qichib qutlanmaydiganligini Uyg'urlar tushunish lozim. Nega bo'lmasa bir yerga bo'lmasa bir yer. Demak, Uyg'urlarning hammasi xolisin, Xitoy g'olchi bo'lsin, g'olchi qilmasin, baribir dushman, baribir dushmani, jinoyatchisi, gumondor. Shundan bir yerda Xitoylarning Uyg'urlarni jinoyatchi deb qaraydiganligi, barliq Uyg'urlarni va inson huquqi qilchi e'tibor bermaydiganligini Uyg'ur muhojirlar dunyoning nerede yashagan bo'lsa anglatish orqali siyosiy ko'rishimizni va siyosiy faoliyat markazlarimizni mustahkamlash intayin muhim. Agar biz o'zimizning maydonini Ja'far o'xshash kaskin o'ttirib qo'yamizsa, nishonimizda maydonimiz mustahkam turamizsa, dushmandan naqadar rezil, iflos, hatto inson deydigan bu darsini olib ketganligi boshqalarni angltamay qolib qolsa, ziyon yo'q emas. Xo'sh. Ya'ni ziyonning darsi turli nisbiy. Ammo tabii bizning misol olayotganimiz tarixda biz burun amaliy bo'lgan İslam diniga tava bo'lmagan boshqa ko'ni bir 1000 yil ilgari bir voqealikni tilga olyapmiz.
O düşmanның taktikasi bugün düşmanның taktikasi yuqori deyilganda o'xshash. Ammo bunaqa taqobil turishda qo'llanilgan usul osh voqelik qancha ishkirlab kirsak bizga nurg'un darslar, nurg'un saboqlar, nurg'un ko'rsatmalar chiqadi. Buni obdan anqirish lozim. Ya'ni ishning oldini olish lozim. Xo'sh. Haqiqatan nəhayət bir ibretlik bir nimeden düşmanninki tarixdan buyon mushlarninki şu Mekke'den hicret kılan Müslümanların qaytırıp ölüşte kullanılan üsluplarını bugünkügacha düşmanlar özününki aslında özünden kaçıp ketken mayli o Müslüman bolsun bolmasın köpünce adatda Müslümanlar uçurab atılgan bununla. Muşundaq nurg'unlagan sebeplerini ap kelip durup işiltip atqanligini bugunmi xuddi aşla atqan töhmetning hammasini bilgan Xitoylar bilganki 21 asrda Uyg'urlar atib o'tdi. Hatta onun nechasi oshirib degandek kafirlarninki bir xil uslub bilan menayotganligini ko'rsatishda haqiqatan bir ibratlik bir masala. Lekin abaysizlar Mekke mushriklar bilan qaytirib musulmonlarni qaytirib kelish uchun kelgan bu elchi. Bular bilan mesela bugungi Xitoyni selishtirg'ul bo'lmaydi deb o'tib ketdilar. Men shu yana bir qiziqarli bir nuqtani kallamga shu keldi zihnimga. Haqiqatan yana o'ylashimiz kerak ekan, bugun bu Xitoy tajovuzchilarining Xitoy nejislarniki qanchalik darajada inson sifati bo'lmaydigan maxluq ekanligini ko'rib olishga bo'ladigan bir narsa esim keldi. U bo'lsin nima degan vaqtida ashunda musulmonlar bilan chishtirniqidek ashunda o'chib ketgan vaqtidami shu vaqtdagi Makka ahlidagi har qanday bir mushrik bir kafir xohlagan musulmonlardan bir musulmonga panohlik bersa, meningki panohligimda desa, shu vaqtida Makkaga shu musulmon yashayapsimi, hech kim shu Makkaning katta boshlari, davlat arboblari normal bir Makka fuqarosi, ya'ni o'zining vatandoshi bo'lgan bir fuqaro normal hamda. Ya davlatning gibi igisi emas. Har qanday bir Makka fuqarosi mushriklardan bo'lgan bir fuqaro panohlik bersa bir musulmonga davlat kelib chaqalanmaydi uningga. Bugun o'ylab boqaylik-ki, bugun vatanda Sharq Turkistonimizda qonun bilan boshqarildi deb da'vo qilayotgan numussiz Xitoylarninki bir ömür g'alchiligini qilgan bir Uyg'ur amaldor bir ömrünü shuningga bergan Xitoyga bergan bir Uyg'ur emas o'zining tuqqunini qutqizolmaydi Xitoy kommunistlarining oldida. Shuningga panohlik berolmaydi. Xitoy bilan o'z vaqtidagi ashul darajadagi mushriklarning bugungi bu zamonaviy asrda yashayotgan Xitoydan necha ming hassa ortiq turadiganligini bilib olishimiz kerak ekan. Qanchalik bir dushman bilan mujohidlik qilayotganligimizni, kurash qilayotganligimizni bilishimiz kerak qadrlik ko'rmalarimiz degan bu narsa esim keldi dars anglash jarayonida. Xo'sh, unda bo'lsa, shu endi hijrat qilishninki qimmat qarashda bugungi zamonimizga kerak salsak va adab axloq to'g'risida biroz to'xtalaylik. Islom tarixida yuz bergan hijrat voqealariga bir qarasak, bundan hijrat qilgan vaqtida yoki boshqa bir davlatga safar qilgan yoki ko'chgan vaqtida tabiiy yakunligini olgan bir bo'lak qimmat qarash deydi, yoki prinsip deydi, yoki bir bo'lak adab axloqni yakunligini bo'ldi. Buning birinchisi hijrat qilish va panohlanishga maqsad siyosiy adolatni ko'zlash bo'lishi lozim. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bu yak beranlar hicret kısanlı buldu. Bunun sebebi baklar adalet giriş için, siyasi adalet giriş için dedi. Çünkü siyasi panohlanış hicreti, bugünkü mesela chatda bo'layotgan Uyg'urlarni misal alsak, bu adaletga erishish maqsadi. Ya'ni siyasi erkinlik ve e'tiqodiy erkinlik erish. Uningdan halqib bo'la olsa siyasi faoliyat, siyasi harakat erkinlik erish uchun. Bu adalet İslam'da nəhayət mühim rol oynadı. İslam'daki siyasi kımmet qarashlarning turki hisoblanadi. Bu sebepten mutafakkir İbn Taymiyyahning bir so'zi var, naql qilsak bayliq. Allah adil davlatga kafir bo'lsa yordam berdi. Faqat adolat sababdan. Hristiyan bo'lamdi, Yahudisi bo'lamdi, yani Buddist, yani bijimisi bo'lamdi, adil bo'lgan bo'lsa yordam berdi. Allah zalim davlatga musulmon bo'lsa-mi, ismini nim deb atib olgan bo'lsa-mi, uningga yordam bermaydi. Adaletsiz bo'lganlik uchun mustabid diktator zalim bo'lganlik uchun. Şunu bir yer hicret qilamiz. Birinchisi bu adalet bormi yo'qmi? Bu siyosiy adalet nuqtasidan hicret qilish
muhim nokta ekanligini eskartadi bu so'z. İkincisi panolangan davlat munosib davlatmi, munosib emas buni qarash lozim. Ya'ni bir musulmon boshqa bir davlatga hijrat qilmoqchi bo'lsa yoki ko'chmoqchi bo'lib qolsa, men uyg'un kelamdi kelmamdi buni qarash lozim. Ya'ni bir inson o'zini bir yerga hijrat qilgan vaqtida o'zini va bolalarining aqidasini qo'g'diya olamdi, axloqini qo'g'diya olamdi va milliy kimligini qo'g'diya olamdi, qo'g'diya olmamdi buni qarash lozim. Agar boshqa yerga hijrat qilib bu aqidasini qo'g'diyanmasa, axloqini qo'g'diyanmasa, kimligini qo'g'diyanmasa bu hijratdan nima qilmaydi. Bu siyosiy hijratdan maqsad inson o'zining aqidasini, kimligini qo'g'dash. Bu kimligini, aqidasini yo'qotib qolsa bu hijrat nima qilmaydi bo'lib qolsa. Bu inson qanday bir vatan uchun, millat uchun xizmat qilsin. Bu nuqtani obdan qarash lozim. Shunga bu yerda aqidani qo'g'dig'ini olmaydigan, axloqni qo'g'dig'ini olmaydigan va kimlikni, milliy kimlikni yoki milliy qimmat qarash qo'g'dig'ini olmaydigan bunda davlat tanlamay, munosib davlat tanlash bu intayin muhim. Peygamberimizdeki yukarı ko'rsatmasdan bunu quvag'ini bo'ldi. Uchinchi birisi bir davlatdan panolik tilagan musulmonlar, qaysi davlat bo'lsin, o'zining aqidasini, axloqini va kimligini qo'ydigan asosda voz kechgan olmaydigan narsa aqida, kimlik, axloq. Mushni qo'ydigan asosda shu hijrat qilgan yoki o'z ko'chib bo'lgan davlatning qonun tuzumlariga rioya qilishi muhim. U davlat andaqdi, mandaq deb hech kim uningga pishmaslik lazım. Ton ko'ydirmaslik lazım. Agar ton ko'ydirgansan, bormi? Borgan degan u yanagi bir tuzumi var. Uning rioya qil. Sizning talab qildig'ini, islom talab qildig'ini aqidangizni qo'g'dash, axloqingizni qo'g'dash, qimmat qilish, kimligingizni qo'g'dash. Uningdan boshqa davlatningki tuzumni bo'lib qolsa, rioya qilish, diqqat qilgan yerda diqqat qilish. Yo biz kabir rioya qilmay turibmiz. Undan qaz bormi unga? Chunki davlatning qonuni bor. Nurg'un putlikka o'xshaydi. Xiloflik qildi, so'laydi, tutdi. Yo'lga solib qo'ydi. Bu vaqtda shikoyat qilmaslik kerak. Mishadi men o'sha bir nima kerak? Normalda hamda nurg'un maylama Yevropa davlatlari bo'lsin, musulmonning e'tiqodiga nisbatan ba'zi qonunni hurmat qilish degan vaqtimizda musulmon uni o'zgartirish qilamasmi nurg'un qonunlar, islomga qarshi qonunlar qilamasmi? Musulmon bo'lish sifatimiz bilan normalda uningga norozi bo'lish majburiyatimiz yo'q bizningki. Uningga rozi bo'lmasligimiz kerak ham. Hurmat qilish shu jinoyatlarga, shu islomga qarshi ishlarga rozi bo'lganlikmi? Bu hamda bir qonun kichikgina narsa emas. Biz kan so'plam mushul deb. Bu jiq bir doim misol. Masalan, amadiz qatnash qonuni misol qilaylik. Xo'sh. Bir musulmon Yevropaga, Amerikaga borib qatnash qonuni xiloflik qilib jarimani kesib oladi. Xo'sh. Qatnash qonuni rioya qilish shariatninki nega taqishudi? Aqidaninki nega taqishudi musulmon taqishudi? Balki islom buyurdi. O'lchamlik odam bo'ldi. Qonun tuzumga rioya qilgan, o'zingimiz ziyon solmaydigan, boshqalarimiz ziyon solmaydigan odam bo'ldi. Masalan. Xo'sh. Endi xizmat qonuni var. Saat manchalik kelsan, manchalik ketsan. 2 soat ishlaysan, manch pul olsan, 8 soat ishlaysan, manch pul. Qonun emasmi? Demak, bu yerda islom zidlarini demoqchiman. Islom zidlari deb aqidasi axloq. Fahish va yerdan jiroq turish lozim. Ariq ichadigan yerdan jiroq turish lozim. Tansi o'ynaydigan, kichik klublar jiroq turish lozim. Axloqni qo'g'dashdigan o'lchamni qo'yib. Aqidasini buzilgan yerdan jiroq turish lozim. Milliy kimlikni yo'qotadigan yer jiroq turib yashagan bo'lamiz, yashagan bo'ladi. Bugungi yashayotgan ba'zi qarindoshlar bormiz. Mana bu shartga rioya qilsa, qolgan tarafida jiq naslda bu hammasi unda zid kelib ketmaydi. Zid keladigan taraflari va undan nari turish lozim. Masalan, aqida erkinligi bor. Ko'p keldi. Bu bir alaydilik. Siyosiy erkinlik va faoliyat qilishga bundan foydalanishga bo'ladi. Xo'sh. Yana buningda 4-chi bir adab axloq muhojirlar panolangan davlatning hukumatlari va jamiyati bilan bo'lgan aloqani buzib qo'yadigan ishlarni qilmaslik lozim. Ya'ni bir bo'lak insonlar yoki bir shaxs bir davlatga hijrat qilib borgan bo'lsa, u davlat bilan yoki u jamiyatning organlari bilan o'zining orasidagi aloqani buzib qo'yadigan bunday ishlarni qilib saqlash lozim. Chunki bu yerda qonun bu muhojir bo'lsin, asli vatani shu bo'lib qolsin, qonun tatbiqlanadi. Tatbiqlanadi. Masalan, mashinani 120 ta oshirib aytsangiz, jarimani va desa, muhojir olamdı, asli vatani shu bo'lib qolsinmi? Cho'qib keladi. Masalan, bir davlatda Daeshga qatnashganlarni tutimiz deydigan qonunni bel qo'ygan bo'lsa, muhojirsi olsun, o'zining vatani shu olsun, tutadi. Xuddi Turkiya o'zining nurg'un turklarni tutyapti buningda. Bu shu xato yo'l kirib qolgan. Xo'sh. Buni diqqat qilish lozim. 5-chi siyosiy jihatdan panohlangan vaqtida islomning qimmat qarashlari bilan o'rtoqlashadigan insoniy qimmat qarashlaridan foydalanish lozim. Masalan, Yevropani misolga olsak, Yevropa bağlı köpünsü siyasi cihetten panohlanıp var.
Bu yerda islomning qimmat qarashi bilan uyg'un keladigan erkinlik, barobarlik, insoniy qarindoshlik, inson huquqini hurmatlash deganga o'xshash uyg'un keladigan buningdan foydalanib turib ish qilish nima? Masalan, bugunga o'xshash vatanimizda eg'ir zulm bo'layotgan bu paytlarda boshqalar bilan o'rtaq qimmat qarash, insoniy o'rtaqlik, aqidamiz taqashmaydigan, kimligimiz axloq taqashmaydigan o'rtaqliklar. Buningdan foydalanish intayin muhim. 6-nuqta va adab axloqdan muhojiratga yetakchilar dunyoning nerede bo'lib qolsin, tashkilotlarning sohiblari bo'lgan bo'lsa, yetakchi bo'lgan bo'lsa, shu yerda bo'lgan qarindoshlarningki qiyinchiliklarni amal va kuchdan yetishi oldini qo'rib qo'yib, osonlashtirib xizmat qilishi ularningki majburiyati. Bu umumiy qimmat qarash adab axloqdan iborat. Xo'sh. Ko'p rahmat. Yuqorida abay so'ragan savolning javobi chiqqan bo'ldi. Hamda hijratdan iborat bu amal, ya'ni inson niyatini yaxshi qilish bilan amaliyotda ajrga erishadigan bir amal hammamiz bilamiz. Hamda mushuningdan zamonimizga, bugungi kunimizga elinadigan savoqlar qaysilar shuni bilan tugatsak. Hijrat, xususan hijratga markazlashsa, bundan qanday savoqlarni yoki darslarni olinsa, birinchi qilib hijrat qilgan yurtlarda dunyoning nerede bo'lsa, hijrat qilgan yurtlar chechilib, parchalanib, bo'linib, bir-birisiga mukishib yurmay, amal va bir nuqtada, bir rayonda markazlash. Unda o vaqtida kimlikni qo'g'dab qilish, axloqni qo'g'dab qilish, madaniyatni qo'g'dab qilish alayda foydasi bor. Agar mumkinli bo'lib qolsa, buni kuchash. Hamda shundaqla bağa yerde işlerindeki tertiplik bo'lishi, unumli bo'lishi, işlerinin qolaylik bo'lishi uchun o'zlaridan qobiliyatlik, iqtidorlik bo'lgan shaxsdan birini tashkilot olamiz. Agar tashkilot bo'lgan bo'lsa, jonliq, sog'lom bo'lgan tashkilotlarni birini tanlab, uni vakil qilish va shuning atrofida uyushish bu hijratdan algan savol. Chunki muhojirlar Ja'farni o'ziga yetakchi qilgan, amr qilgan, shuningki ko'rsatmasi bo'yicha yashagan, faoliyat olib bo'lgan, natijada unum qozonadi. İkinci oladigan ders muhojirat kishilar bo'lsin, Turkiyani misolga olsak, yo tashkilotlar bo'lsin, bu bir g'alatilik bu. Ya'ni bir muhojirlarga yarashmaydigan bir holat bor. Shaxsiylar bo'lsin, yo tashkilotlar bo'lib qolsin. Tashkilotlar qarsaqmi, yo ko'pincha shaxslar hammasi men Sharq Turkistonlikning vakili deb hukumat organlari hammamiz qatirib yuribdi. Bu nimani ifodalaydi? Men mi basam Sharq Turkistonlikning vakili Uyg'urlar. Sizlar mi baslar, yana bir xanim mi baslar, yana bir xo'jam mi basib hukumatning o'z ishidan bir muhojir bo'lgandan keyin eg'ir kunda yashayotgan bo'lgan bizni mas'ul qilib kasb bo'lmadi bu odamlar. Nima avar qildi odamni? Nima degan tartibsiz, nima degan qaloq, nima degan chechalang'o, nima degan bir-birisiga kirishamaydigan odamlar bu. Bir-birisini e'tirof qilmay yaratmaydigan. Mush odamlar qanday ish qiladi demdi? Tabiiy, men bo'lsam deyman. Şun bir yerde bunda salbiy ko'rinishlarni oshkor qilib, o'zimizning qimmatini tushirib, ishimizni ta'sirlashtirib, yo'limizni murakkablashtirmay, har davlatga muhojirlar munosabat hukumat organlari bilan yaxshi munosabat o'rnata oladigan, muhim yaxshi munosabat o'rnatish lozim. Alog'ini buzib qo'yish yo'q, ish taqishidi. Ishlarni joyida bajara oladigan va shularningki, ya shu organlarning, ya shu davlatdagi hukumatninki ishonchsiz erishadigan tashkilot bo'lib qolsa, tashkilotdan birini vakil qilib tanlashmaydi. Birisi bo'lsin. Bizning dardimiz ma'u. Bizning qiyinchiligimiz ma'u. Agar unda bo'lmay cho'ngchilik qilib, ular nima kerak, men qilsam qilavermaydi. Chunki tashkilot qilmay qolsam 5 odam topib borsa, qulaverdi yoki. Masalan, Turkiyani misol qilsa. Nopos idarasi masalan, men Uyg'urlar vakili deb berib olsam, ishini menga topshiroladi. Masalan, sizlar berasiz, yanimiz berasiz. Hech qazqma chiqishga berishadi. Bu qiliq bansu. Bizse bugün vezirde varsa, bizse özünü başbakan'da varsa, bizse yanı bizim komanda deb chiqib olsa, Uyg'urlar mesela etrafqa salohiyat va salohiyat yo'q ko'pinchisi. Supurib tashlaydigan odamlar. Bu millatningki izzat obro'yi o'ynashayotgan, siyosiy kurashga xiyonat qilayotgan bir sifat, ya'ni bir illat mavjud bu. Sen nima qobiliyating bilan, nima salohiyating bilan kimga vakillik qilibsiz? Bas o'zining shaxsiy dardimi bas. Men amtahim mening dardim ma o'zimga vakil. Lekin millatning Uyg'urlarning shaxsiy vakil degan nima salohiyati kim e'tirof qilsa ham degan. Bu nurg'un ziyon etgan bu Sharq Turkiston ko'rishiga da'vosi. Bu masalada diqqat qilish lazım. Uni o'zi bir qism odamlar borki, o'z qilib baqsunmam.
Lekin ishning bu yer foyda ziyonini qarash lazım. Bu qanchalik ish qiladi, qanchalik ziyon keladi. Bu islomda bir o'lcham bor bu yer. Kelib chiqadigan foyda bilan to'g'ri. kelib chiqadigan ziyonni chiqib selektiv ish qilish lazım. Üçüncü birisi muhaciret hayatida dünyanın nerede olsun şarait qanday bo'lishga qatnazar siyosiy prinsipdan ve kimlik qimmat qarashlarida siyosiy prinsip ve kimlik qimmat qarash mustahkam turish lazım. Yani biz meya kelibdik dunyoning nega borsak ko'zlarni qisib oldi yirib ketgan olmay. Siyosiy jihatdan ijrat qilgan bo'lsangiz siyosiy prinsipingizni turing. Aqidangizni saqlab qolish uchun kelgan bo'lsangiz aqidangizni mustahkam turing. Ahiret lazım bizga. Ahiret lazımımız deydi Allah oqasa, o özden işi. Dördüncü alıdığan ders, muhaciretdeki her qanday bir teşkilat, dünyanın nerede olsun, her qanday iqlimdeki Xitaylar bilan sohbet ötkizgen vaqtida, meyli demokratisi olsun, komünist olsun, gomindançı olup qalsın, hemmimiz tajavuzçı bizden nezirimizde. Çünkü bizden gomindan mı bastı, Xitay mı bastı, komünist mi bastı, yanımız. Xitaylar bo'layotgan hemmisi o'xshash tajavuzchi. Şu bir yerde her qanday bir teşkilat, her qanday bir Xitay iqlimi bilan suhbat o'tkazgan vaqtida millatga vakillik deganni qilmaslik lazım. Millatning qimmat qarashiga vakillik qilsangiz, millatning irodasiga vakillik qilsangiz shuni o'tirib qo'ying. Bo'lmasa unda qilsa foydag'ini olmaydi deb, ya bo'ldi mustaqillikdan voz kechdik desa. Masalan biz Sibirga. Ya'ni biz bayroq ko'taramiz, ko'tarmayli, ishlar o'ngshilib qolsa, mayli deb imzodimizni aytaversa, kimsiz? Milletning kimligiga, qimmat qarashiga, siyosiy ko'rishiga vakillik qila olamsiz. Shu salohiyat bormi? Prinsip bormi sizda? Shuni bular deydiganimiz qanday bir shaxs yoki qanday bir tashkilot qanday bir Xitoy bilan suhbat o'tkazadi muhojirat hayotida siyosiy prinsipdan voz kechmasligi va siyosiy prinsip haqida murassa qilmaslik lazım. Qizil siziq davomli qizil siziq qoldirib turish lazım. Xuddi Ahmadjon Qosimi mustaqil bir davlatning Sharq Turkiston davlatining vakil sifatida berib Xinjiang deb imzo qo'yib o'tgandek shu yo'q. Natijadan bulg'a yaxshi chiqib. 5-chi nuqta panolik bergan davlatningki organlari bilan suhbatlashgan vaqtida dunyoning har yerdagi Uyg'urlar yoki Uyg'urlarning masala o'tirib qo'ygancha bek mubolag'lashtirib o'tishdan saqlanishi, shundaqlar gapni tushuniksiz holatda bek ixcham qilib saqlanish lazım. Mubolag'a qilib o'tib qolish ikkinchi qatam ishlanmaydi, yo'li to'silib qoldi bizda. Ixcham qilib qo'ysa gapni tushuniksiz bo'lib qolsa, maqsadga taqiq erishilmaydi. 6-cı aladigan ders muhacirlar panolanayotgan davlatda o'zlarining siyosiy prinsipini siyosiy panolik uchun chiqqan bo'lsa, yoki bir aqidamni kimligimni qo'g'dayman deb chiqqan bo'lsa, o'zining siyosiy prinsipini va kimligini qo'g'digan asosda shu yurtdan qoid tuzumlarga rioya qilish ilgari deganimizda. Hamda shu davlatning bexatarligi tahdid bo'ladigan yoki shu davlatning bexatar ta'sir yetkazgan ishlarni qilmasligi. Xo'sh. Hamda ular hurmatsizlik qilmaslik lazım. Siz mehmonga qarish oldi, o'rin berdi, panolik berdi, xizmat berdi, imkoniyat berdi. Siz mana shu davlatga panolik bergandan qaysi berib fuqaroga o'xshash huquq ega bo'ldingiz. Unda bo'lgancha qonun tuzum bo'yicha kim bu yerda xatolik o'tkazsa, kim bu yerda davlatning qonun nisbatan jinoyat deb qaralgan ishni sodir qilsa, u muhojirsiz bo'lamdi, muhojirsiz bo'lmamdi, o'zining vatani bo'lamdi. Qonun bo'yicha tutadigan bo'lsa tutadi, so'laydigan bo'lsa so'laydi, jazolaydigan bo'lsa jazolaydi. Yo'q, biz ham u yerda ekan. Bu g'alati bir ahvol bor. O'zining qaliq bir o'zining qarindoshig'a bak cho'ng gap qiladigan, dushmanning oldiga bosib mushukdek bo'lib ketadigan, illatni saqlanish lazım. To'g'ri. Bu kuchni bizga nima qilayotgan zolim ko'rsatish lazım. Cho'ngchilik qilaman bo'lsa, men mundaq deydigan bo'lsak. To'g'ri. Oxirgi oldigan ders muhojirat davlatida dunyoda mumkin bo'lgan har turli qonuniy vositalarga tayanib foydalanadigan yo'llarni ko'plab topib chiqish lazım. Chunki bu siyosiy panolik ahvoli mavjud, hijrat qilish ahvoli mavjud. Davog'ancha bularning bir g'oyasi bor, bularning bir nishoni bor, siyosiy prinsipi bor. Bu masalani hal qilish uchun boshqalarning ko'plab yordamiga muhtoj bo'lganlik uchun har turli qonuniy yo'llarga kirib, undan foydalanib chiqish bu hicret vakaligini aldığan ders savukları verdi. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Güzel bir içildi inşallah.
Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 70-sanımızmı müşahede ahırlaştı. Nəhayət güzel içib berdi. Ən axırdakı məmmə təkidləb qoyduğan nəsə mühacirətdəki Türkiyə başda başqa dünyanın əmniyyətdəki başqa dövlətlərdəki həm də nəticə başlıq olub ketganlığını mövcud köp olmaslığı mümkün Türkiyədə. Türkiyədə Uyğurlarımız cıq boğanlıq üçünmü düşməndən müşahidə oynaydığı oyunlar nəhayət köp. Xalqımız hoşyar buluş gerek. Hem müşahedeki devletin aldığını hakikaten yüzümüzün düşürdüğün bir meselemdi. Şu salahiyetsiz kişilerin oturuğa sekirip her xil şahsi dukallarını bütün milletke təvə qılıp milletke vekillik kıldı deb görüstüşü. Hakikaten mi içinişlik şu insanlarda azıraq bir numus tuygusu olsa bunda sekirip şümeyte deb qarayımız. İnşallah millet bununla güzel bir şekilde cevap vergisi. Rabbim ömür verse aldığımız kepte oxşaş saatte başka bir temayda görüşükçe aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.